Mana bu Xitoy zavod drabilkamizni maxaviki bo'ladi. Mana qalinligini qarang. Qalinligi где-то 1 santimetr undan oshiq olsa kerak. Mana bu tepa qismi, mana maxavining tepa qismi bo'ladi. Bu tomonda mana qarasak, malatkovoylari bo'ladi. Tishlari oddiy bo'lmaydi. Tishlari olovda charxlangan kalyonviy bo'ladi, ya'ni nejdavika bo'lmaydi. Nejdavikadan farqi, ya'ni tez sinib ketmaydi. Charxab yana almashtirsa bo'ladigan varianti. Mana boltlari bo'ladi. Shuni almashtirsa bo'ladi. Jabrasi bor, chang ko'tarilmasligi uchun. Motorlari 4 kilovatlik bo'ladi. Mana ustida o'zini datchiklari bo'ladi. Ba'zi birlarga Alloh insof bersa, mana shu motorni 6,5 kilovat deb sotishyapti. 6,5 kilovatni endi bilmadim. Prosta birkasini yozdirib olib kelib shunaqa deb sotishyapti. Mana bu 4 oyoq drabilkamiz narxi hozir skitkada 2,200,000 so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Pastda raqam qoldiraman. Aloqaga chiqib, mana shunaqa chiroyli drabilkani bemalol xarid qilishingiz mumkin.